Birinchi darsimiz quyidagi harflarni o'rganamiz. Bular alif, ba, ta, sa hamda jim harflari. Birinchi harf arab alifbosining birinchi harfi bu alif. Ko'pchilik ushbu harfni o'zbek tilidagi a harfi bilan ham adashtiradi. Ya'ni bu a tovushini beradi deb o'ylaydi. Bu xato albatta. Alif o'zi alohida tovush bildirmaydi. Alifning asosiy vazifasi uning oldidagi, usti yoki ostidagi belgilarga bog'liq bo'ladi. Ko'pincha tayanch vazifasini o'taydi, ya'ni turli harakat belgilari uchun tayanch bo'lib keladi. Umuman olganda hozir bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Alfavitni ko'rdik, 28 ta harfdan iborat, lekin arab alifbosida qisqa unli tovushlar, ya'ni a, i, u tovushlari harf ko'rinishida aks topmagan. Ya'ni ularning harfi yo'q. Bu tovushlarni ifodalash uchun maxsus belgilar qo'llaniladi. Inshaalloh mana shu belgilarni ham keyinroq alohida o'rganib o'tamiz. Demak, keyingi harf bu ba harfi, jarangli undosh harf. O'zimizning o'zbek tilimizdagi b harfi bilan bir xil talaffuz qilinadi. Farqi, ya'ni o'zimizdagi b harfidan farqi so'z oxiri yoki o'rtasida kelganida jarangsizlashmaydi. Ya'ni p harfiga aylanib ketmaydi. Bizning o'zbek tilimizda ko'pincha agar b harfi so'zning oxirida kelsa yoki o'rtasida kelsa p bo'lib talaffuz qilinadi. Ya'ni arab tilida bunday bo'lmaydi. Har doim jarangli bo'lib b deb talaffuz qilinaveradi. So'zning oxiridami, o'rtasidan farqi yo'q. Demak, ushbu harf mana mahrajiga e'tibor beramiz, ya'ni qanday talaffuz qilishiga. Rasmda mana ko'rsatilgan pastki va tepa lablarimiz bir-biriga tegib turadi. Ya'ni tilimiz esa qatnashmaydi. Ya'ni ba yoki b deb talaffuz qilamiz. Keyingi harf arab alifbosining keyingi harfi ta harfi. Bu ham xuddi o'zbek tilidagi t harfi bilan bir xil talaffuz qilinadi. Mana mahrajiga e'tibor beradigan bo'lsak, tilimiz tepa tishimizni ortki tarafiga biroz tegib turadi. Ya'ni tish ortidan talaffuz qilinadi. O'zbek tilidagi t harfi kabi. Ya'ni talaffuz qilib ko'ramiz. Ta, ta. Mana keyingi harf bu sa harfi. Sirg'aluvchi, jarangsiz, shovqinli undosh tovush hisoblanadi. Bu harf zamonaviy o'zbek tilida bu harfga mos keluvchi hech qanaqa tovush yo'q. Shuning uchun bu harfning talaffuziga alohida bir e'tibor qaratishimiz kerak. Bu harfni hozir mahrajiga mana e'tibor beramiz. Bu harfni talaffuz qilishda til uchi tishlar orasidan biroz oldinga chiqariladi va yuqoridagi tishlarga tegib turadi. Til uchi bilan pastki tishlar orasida ozgina bir ochiq tirqish qoladi. Ya'ni shu holda talaffuz qilamiz. Sa deb talaffuz qilsak to'g'ri bo'ladi. Chiqadi. Qur'oni Karimdagi eng kichik sura, ya'ni Kavsar surasi aynan mana shu sa harfi bilan yoziladi. Mana shunga e'tibor beramiz. Ko'pchiligimiz namozga kirganda boshida kichik suralarni yodlaymiz. Mana shunda albatta hammamiz ham Kavsar surasidan yodlashdan boshlaymiz. Ko'pincha lotin yoki kiril alifbosida yozilgan kitoblardan yodlagan bo'lsak, noto'g'ri bo'lib Kavsar deb talaffuz qilgan bo'lishimiz mumkin. Shu paytgacha mana hozir mana shuni to'g'rilab olamiz. Kavsar deb talaffuz qilsak to'g'ri bo'ladi. Kavsar, ya'ni sa harfi bilan talaffuz qilinadi. Keyingi harfga o'tamiz. Bu jim harfi. Bu ham jarangli, shovqinli undosh tovush. O'zbek tilidagi j harfi bilan bir xil talaffuz qilinadi, ya'ni tovush to'la mos tushadi. Shuning uchun bu harfga ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Agar mahrajiga e'tibor beradigan bo'lsak, til o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglay mana rasmda ko'rsatilgan talaffuz qilib ko'ramiz. Ja. Ya'ni o'zimizdagi oddiy o'zbek tilidagi j harfiga to'g'ri keladi. Mana keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, ya'ni so'zimizni boshida aytdikki, arab alifbosida a, i, u tovushlari harf ko'rinishida aks topmagan deb aytdik. Bu qisqa unlilarni ifodalash uchun maxsus belgilar, ya'ni harakatlar deb ataluvchi belgilar qo'llaniladi. Mana birinchi belgi, siz ko'rib turibsiz, mana alif harfini ustidagi mana biroz qiyshiq turgan qalpoqchasi deb aytsak, bu belgi fatha deb ataladi va qisqa a tovushini ifodalaydi. A tovushi qaysi harfdan so'ng keladigan bo'lsa, o'sha harfning ustiga qo'yiladi. Misol uchun b harfidan so'ng, ya'ni ba deb talaffuz qiladigan bo'lsak, b harfining ustiga mana shu fatha belgisi qo'yiladi. Ba'zi harflar bilan birga kelganda fatha o tovushini ham berish mumkin. Misol uchun ro, qo kabi so'zlar harflar bilan, ya'ni o tovushini beradi. Bular haqida ham keyinroq batafsil to'xtalamiz. Demak, bu birinchi belgi fatha, a yoki o tovushini beradi. Mana keyingi belgi bu kasra deb ataladi. Bu alifning tagidagi belgi.
Bu harakat i harfini, i tovushini to'g'ri, i tovushini ifodalaydi. Bu ham qaysi harfdan so'ng talaffuz qilinishi kerak bo'lsa, ya'ni qaysi harfdan so'ng i tovushi bo'lsa, ana shu harfni tagiga qo'yiladi. Bu yerda mana alifni tagida turibdi, i deb talaffuz qilamiz buni. Mana keyingi belgi domma deb ataladi. U tovushini ifodalaydi bu harakat. Mana alifni ustida turibdi, o'zimizning bir vergul belgimizga o'xshab ketadi. Ya'ni bu domma deb ataladi. Domma ham fatha kabi harf ustiga qo'yiladi. Harakat belgilari aslida bundan ko'proq, ya'ni bu 3 ta bilan chegaralanmagan. U belgilarni biz inshaalloh o'z vaqti kelganda yana yaqinroq tanishib o'tamiz. Birinchi bobda bizga faqatgina fathi, ya'ni a tovushi kerak bo'ladi xolos. Ya'ni mana bugun o'tgan harflarimizni qaraydigan bo'lsak, alif, ba, ta, sa, jim harflari ustida fatha bilan kelganda bu harflar quyidagicha o'qiladi. A, ba, ta, sa, ja deb o'qisak to'g'ri bo'ladi. Demak, mana bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Endi uy vazifalariga o'tadigan bo'lsak, avval aytganimiz kabi, bu darslarimizda asosiy urg'u uy vazifalariga beriladi. Ya'ni bu qoidalarni biz o'rganish uchun juda ham ko'p, ya'ni manbalar juda ham ko'p. Kitoblar, tajvid qoidalari deb yozilgan kitoblar juda ham ko'p. Dasturlar ham bor maxsus. Masalan, mana Islom.uz saytida yaqinda qo'yildi tajvid dasturi, juda ham zo'r dastur. Juda ham bir har bitta harflar, har bitta qoida yaxshilab tushuntirilgan. Ya'ni bunday kitoblar ham, dasturlar ham, boshqa tillarda dasturlar ham juda ko'p. Lekin bu dasturlarning bir kamchiligi ularni yodlab qolish endi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Biznikini farqi, bizni mana shu hozir tayyorlatgan darslarimizning farqi asosiy urg'u uy vazifalariga qaratiladi. Ya'ni har bir darsda o'tilgan qoidalarni darsdan so'ng berilgan uy vazifalarida bir necha bor takrorlashimiz natijasida shu xotiramizga singdirishga harakat qilamiz. Mana hozir birinchi uy vazifasini ko'rib turibsiz. Bu yerda bir narsani hozir tushuntirib o'taylik. Biz hozircha harflarni faqatgina bosh ko'rinishini o'tdik. So'z boshi, so'z o'rtasida, oxirida ko'rinishlarni inshaalloh ikkinchi bobda o'rganamiz. Shunday bo'lsa ham, quyida mana uy vazifasida harflar 2 ta, 3 ta bo'lib ketma-ket kelgan. Ularni biz hozircha bitta so'z deb tasavvur qilamiz. Ya'ni bu so'zlar arab alifbosini so'zlari yozilish qoidasiga amal qilinmagan holda yozilgan bo'lsa ham, balki bunday so'zlar yo'qdir ham, lekin biz hozircha bularni mana shu 2 ta yoki 3 ta ketma-ket kelgan harflarni bitta so'z deb tasavvur qilamiz va o'qiganda ham bir nafasda o'qiymiz. Ya'ni ba a ba a deb o'qisak to'g'ri bo'ladi. Cho'zmasdan, ya'ni ba deb alohida bo'lib o'tirmaymiz. Buni bitta so'z deb tasavvur qilib, bir so'z yaxlitligicha o'qiymiz. Uy vazifalarini toki bemalol tutilmasdan o'qiydigan bo'lgunga qadar qaytarishimiz lozim. Ya'ni qiynalmasdan ixtiyoriy betni ochib, mana hozir uy vazifalarimiz 4 ta betdan iborat. Ixtiyoriy betdagi ixtiyoriy qatorni bittada qiynalmasdan, tutilmasdan o'qiydigan bo'lguncha qaytarishimiz kerak bo'ladi. Hozir birinchi uy vazifalarimiz osonroq tuyulishi mumkin sizga. Lekin inshaalloh mana keyingi 3-chi, 4-chi boblarga o'tamiz. U yerda hali maxsus qoidalar o'rgatiladi, so'zlar, u yerda Qur'on oyatlaridan misollar keltiriladi. Yana ham qiyinlashib boradi. Shuning uchun hozirdan o'zimizga odat qilib olsak, uy vazifalarini yaxshilab bajarishni inshaalloh keyingi boblarga o'tganimizda osonroq bo'ladi. Mana shu joyda biz ham bugun birinchi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika va ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.